Yo, hammaga salom bo'la obunachilar. Salom yana bir bor. Sizlar bilan Sti va Maxjon va Oliver Ayku. Bugungi videomizda Merni ikkinchi qismini olamiz kanalga. Va o'sha va'da berganimizdek obunachilarim bilan bir kun videosini bugun olyapmiz. Yo'q ama. Mana Merni ildigan boryapmiz. Tak. Kel, birinchisinki. Assalomu alaykum Mer. Alaykum salom. Bu yangi ismini nima Sti? Sti, bu meni o'g'aynim bo'ladi, ukam bo'ladi. Marka, sen o'g'ayn olib kelganga sen o'tgan safar jazolangan. Agar yana bitta ashka qiladigan bo'lsang, bu qishloqda umuman haydalasan va galinlarga aytib, men bu qishloqni yo'q qilaman. Ha, boyagi nima edi? Mer bitta ish qilib qo'yganimda men. Boyagi olmoslarni ikkitasini olib qo'ygandim. Kechiring. Ha, yaxshi. Unda berasan. Xo'p, soliq yig'ayman ana yerda. Yo'q. Menga birinchi sen, Sti. Hozir. Yaxshi. Hozir kirkam qo'ydim kecha. Yaxshi. Sen menga 10 ta daraxt olib kelaver. Senga ham 10 ta daraxt olib kel. Agar kim birinchi kelsa, o'shanga ball beriladi. Davay. Tapar yo'q bu yerda. Qanaqa daraxt olib kelay? Oddiy daraxt. Aha, xo'p, oddiy daraxt bo'lsa, o'rmonga boraman. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Do'stlarim, iltimos sizlardan kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 4 ta bo'ldi menda atiga. O'g'il, senda nechta bo'ldi? Endi mana boryapman hozir. Daraxtga. Mana qanaqa bir istagan ekanman. Aytgancha bu qishloqda men o'zim yangiladim va yana yangi ishchilarni olib keldim. Janob Mer, bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Nima? Sizning do'stingiz boyagi nima edi? Sardor bekmidi? O'sha karacha uyinga kirmaykan, soliq to'layman deb kirmadi. Aytib beraymi? Aytib ber. Bo'ldi, tamom. Davay. Vaqti gap tezlashmi? Brat, men 18 ta olib keldim qo'ldan kelgancha. Ko'paytirib oldimmi? Yo'q. Davay, mana sandiqqa tasha. Bu yerda urug'lar bor, menimcha. Tasha. Mana ikkita mana bu ham. Yaxshi. Olib kelasan. Keyingi challenge qiyin bo'ladi. Stikisini tuzlash. Aynan. Bilibman. Men olmos yig'ib kelay. Qoch. Bu yerda yashashayapman. Kirmasin, ammo mumkin. Mana qo'to, to'g'riga o'tir. Men nima edi? Kechirasiz, janob Mer. Ana nima edi? Pashon naxo'y. Chiqaymi? Yo'q, bo'l, aka, bo'l. Yo'q. Aka, janob Mer. Bitta narsa aytsam xafa bo'lmaysizmi? Ana nima edi? Men soliq yig'aman. Ana yerda olmoslar bor, oltinlar bor. Nima olib keldingmi? Ha, olib keldim. Davay. Men ana uchta hammalari kim berib o'tir? Kim ko'p soliq yig'ib kelsa, ya'ni kim ko'p uyni registratsiyaga tekshirib kelsa, o'shanga bitta ball beriladi. Hozircha maktabimiz bor. Boshlaymiz. Davay. Hoppa. Okey, men beradim. Men sizlarni ishdan kechiraman. Let's go. Birinchi mart iyun oyiga boradi. Obunachilar. Sen nima qilyapsan? Nima qilishim kerak? Soliq dedim men senga. Qanaqa soliq? Oddiy soliq. Ha. Nima qilganing vaqtida? Bordan soliq. Qayerdan Uydan tekshirib chiqasan. Aha, xo'p, bo'ldi, tushundim. Esdan chiqib ketibdi, brat. Oyog'im. Sen mana sistemada ishda. Uydan tekshirib chiqib, soliq olib kelasizlar. Uyning ichida bor narsani. Qo'chana, kechirasiz. Men Sti deb o'ylabman sizga. Kechiring, janob Mer. Xo'p. Qoch pluslar. Oh, rahmat janob. Siz soliqni yaxshi to'ladingiz bugundan boshlab. Okey, mana bularni shipirtirib olaman. Okey, let's go. Brat.
O'g'ash, senga kirka topdim. Jo'ra. Mana bu uyga kirka beraman senga. Vaqla bu gapni kim tekshirdi? Men bitta edi. Men ham bitta. Baxki mana. Mana shu. Mana buni o'zingga olib ol. Bu yerda jami 8 ta uy bor. Rahmat. Davom etinglar. Vaqtiga boryapti, davay. Hozir qochib bilas. Men yig'ib bo'ldim, to'mda joyim meni. Ya, nechta tekshirding? Eng ko'p uy tekshirganga dedim men. Menda joy qolmadi, hamma narsalarni olib keldim. Hamma narsani olib keldim. Shahar tekshirishim kerak. Tekshirdim hammasini. Nechta tekshirding? Nechini tekshirding? 6 ta uyni tekshirdim. Shundaymi? Ha. Ishonmadim lekin. Men soqayaman narsangni mana sandiq ichiga. Dahoy narsa olib kelganman, janob mer. Ana. O'zingga suygan narsalarni ko'rdingmi o'g'li? Ha, yo'q, ustimda bor shekilli. Janob mer menga ustakkina dollar berib turing. Nima beray? 3 stak zumrad bering. 3 ta zumradim yo'q. Sen olib olmaysan. O'g'ilsang bitta tilla berdim, ol. Rahmat. Davay. Sen nechta tekshirding? Izlash. Menda joy qolmadi. Ana sandig'ingizga solaman qo'ygan narsani. Janob mer, men boyagi olmoslarni yig'ib kelaymi? Qaysi olmos? Boyagi, men Stiyamga sen ikkovlang birdan yig'ib kelasizlar. Hay. Mana, boryapman. Sti, Nechta tekshirding? 6 ta. men boyagi 6 ta. Ana, deydim. Mana janob mer hamma yig'gan tergalam yo'tog'im bor bitta. Janob mer, endi men boyagi nima edi? Ha, davom et. Ey! Said Nazar, meni kirkam yo'q. Baqib ket. Ey, men kirkamni ber. 6. Men kirkamni ber, men senga berdim kirkamni. Mana bu yerda urush mumkin emas. Ber deyapman senga. Aka bering. Menga siz ishlamaysiz-ku bering. Xo'p, chiqib mana nima kirib ketasan? Janob mer, iltimos. Sen hozir ashyo'nishda nechta mana yapsan, keyin olasan. Tamam. Ko'ram. Ush, davay. Vaqt kelaysan ana Max. Oxirgi narsa. Oxirgicha vaqti. Kelay Max. Sen chaqirib kelgan ona. Ey. Said Nazar, qaqaki. Mer chaqiryapti. Kir, eshik yopib. Qo'y, endi oxirgi vazifam sizlarga. Menga sizlar hammada ketsa bor. Yana yo'qmi? Said Nazar, vaqti. Max. Bormi yo'qmi ketga? Bor ekanmi? Davay. Boshlandi. Kim birinchi olib kelgan? Nechta olmas dedi? Kim birinchi kelganga lekin bunisi. Men seni o'ldiraman. O'ldirishiq. Qoidalar bilan men chiqyapman. Mana plus. Men chiqyapman. Nechta temir dedi? Ular kim yo'q lekin. 3tami? 4ta. 4ta? Men o'sha yerda kuzatib turaman. Tepaga olib qiyin narsadan lekin bari olib Baqa kesdi. Men seni o'ldiraman. Birinchi men borishim kerak. Men seni o'ldiraman. Bilan o'ldirishim. Sen plus meni oldiga kirding. Qancha? Bo'ldi. Tepadami? Yutdik. Ikkinchi uyni bo'laman. Urmanglar, bir minut. Yaramas. Seni hali o'ldiraman men kecha chiqaram. Ertaga men seni o'ldiraman. Sen meni hali bilmabsan, Abdulloh. Men janob merdan nimasiga boraman? Hozir endi men uyga kirib ketdim. Bo'ldi. Hozir oldilariga boraman. Hammangni o'ldiraman. Hazillashdim.
Hozir. Ye, Hammang qayerdansiz? o'sherda bu. Hammang o'sherda. Men uyimni olib tashladim. Ha, ichkarisida emasmi? Ya, ichkarida bo'lsang ham bo'ladi, lekin kirsang bo'ldi. Men bo'ldim. Men kirib bo'lganman Men allaqachon Men Kim kirib birinchi olib keldi? Pashomda. Pashom. Men so'ragan, urma. Birinchi meni jabana olib keldi. Stiv olib keldi. men Hamma narsani mana yoqqa qo'y. bu yoqqam. Ay, tugat qolibdi. Mana 5 ta olmas, Mana yoqqa qo'y. 5 ta olmas, 20 ta ana temir oldim. Yoqilichimda yo'g'irdim. Janob mer, men bo'ldimmi yo bumi, bratish? Ha, janob mer deb aytganing uchun rahmat, lekin Stiv bu o'yinda birinchi o'rinni oldi. Ya'ni 2 ga 2 durang bo'la. Bu yoqqa Stiv. Bu yoqqa tez kel. Bizning referimiz Sarvar bor. Sarvar gapirib qo'y. Qani bo'lsa go. Hozir men bu challenge'imda Urmasdi. bo'ldi, qayerga o'tinglar. Korotchi. Nima janob merni urasan? Bu challenge'da to'xta. Mana qanaqa bo'ldi? Sarvar. Bu challenge'da hozir oxirgi challenge'imda kim ko'p o'ldirar ekan, kim ko'p jetil o'ldirsa, men ularga qarab turaman, Sarvar bilan. Basharangga uraman hozir. To'xta, vaqtga men hali komanda berganim yo'q. Battar bu. Ha. Men seni o'ldirib qutulaman aplos. Janob mer. Bekor o'ldiribsan, ey. Kerak. Salom, yana bir bor. Yo'qol berdan. O'ynatisiz, Davay. to'g'irla ekrangni, to'g'irla. Mana. Ekrangni to'g'irla, shunaqa o'ynaysanmi? Ha, mana. Keyin qaytib o'zgartira olmaysan aytib qo'y, shunaqa o'ynayman desang. Hay, mana. Menga qara, hammang hozir Sarvar gapirib qo'ydi. Sarvar referlik qiladi. Do'stlar, mana Max bilan Steve va Oliver Ayko birgalikda o'ynamoqda. Bu jangda hozir, bu jang masingda PvP emas, urushmang. yur. Kim ko'p jetil o'ldirar ekan? To'xtang. Sarvar qarab turadi. Aka, to'xtang, videoni to'xtatib turaylik. Ha, hozir videoni yo'q. Sen ham o'ldirur. Nechta zetil? O'ldirmanglar. Sen hozir 6 ta o'ldirdingmi? Sen nechta o'ldirding? Endi 8 ta bo'ladi. Endi 7 ta bo'ldi. Sen nechta o'ldirding? Men 6 ta o'ldirdim, 7 ta bo'ldi. Bo'ldi qay. Qochdi. Sen bu yerda yashamasligi kerak o'zi. Xafa bo'lma. Qildingiz. Videoni